Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizning ashaddiy obunachilar va yangi mehmonlar. Kurkaning nima uchun emindan bahor oyi ich ketib tuxum tug'may qoladi? Bugungi videomiz aynan shu haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha o'tkazmay ko'rsanglar, hamma ma'lumotga ega bo'lasizlar. Nima uchun emindan kurkaning ich ketadi? Ich ketgandan keyin nima uchun emindan tuxum tug'maydi? Hammasiga sabab mana shu idish sabab bo'ladi, ya'ni bu idishdan tashqari hammani uyida kurkaga yoki tovuqda suv beradi. Shu idish iflos bo'ladi, shundan suv ichadi kurka, ich ketadi va tuxum tug'may qoladi. Eng glavniy minusi shu. Shuning uchun iloji boricha har 6 soatdan yoz oyi, bahor oyi 6 soatdan suvni alishtirib tursanglar, kurka bo'ladimi, tovuq bo'ladimi, qanaqa parranda bo'lishidan qat'iy nazar ich ketmaydi yoki boshqa narsa bo'lmaydi, kasallik bo'lmaydi. Shuning uchun 6 soatdan, ya'ni suvni alishtirib idishni yuvib turish kerak. Hozir buni yuvib ham ko'rsataman sizlarga. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar, YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar va like bosmaganlar like bosib qo'yinglar. Ich ketsa nima zararlari bor? Ich ketishining sababi asosan shu, mana shundan bo'ladi va undan tashqari har xil aynigan, chirigan mevalarni ko'p berasizlar. Ya'ni yoz oyi issiqda chirigan meva bermanglar yoki shu sabzavot bermanglar chirigan. Iloji boricha shu ich ketdimi, sirazi suvni imindan jonli tozalash kerak, ko'mirdori yedirish kerak. Bitta yoki ikkita ko'mirdorini yedirib orasizlar. Tovuq bo'lsa bitta, kurka bo'lsa ikkita ko'mirdorini medalab og'ziga solib yedirib orasizlar. Yutish kerak va undan tashqari idishini yaxshilab chayasizlar va makka bug'doy berasizlar. Makka bug'doy eng zo'ri. Nima uchun? Makka bug'doyning sifati ya'ni sifatidan tashqari shu ichni qotirishi ham yaxshi va gurunch, iloji bo'lsa gurunch ham beringlar. Mana burunch, ya'ni burunchni foydasi nima? Burunchning foydasi ham shu ichini qotirishga yordam beradi. Pastani berib yurish shart emas, shu ich ketgan payti berib yuringlar. Ich ketishganini qayerdan bilsa bo'ladi deganlar uchun, ya'ni axlati, ya'ni ko'rib turganlar axlaki suyuq bo'ladi, shundan ich ketganini bilib olsanglar bo'ladi. Iloji boricha shu videoni tarqatib yuboringlar. Ko'pchilik bari parranda boqadi, ich ketadi, qanday qilib davolashni bilmaydi ko'pchilik. Shuning uchun parrandangizni ich ketdimi, sirazni davolanglar va qo'ldan kelgancha shu videolarni tarqatinglar meni. Buni obязательно idishni tashqarisini ham ichkarisini ham yaxshilab yuvish kerak. Oddiy abishli suv bilan yuvib qo'yinglar. Hech qanaqa xlor yoki boshqa dori-pori shart emas bunga. Oddiy shu dori bilan yuvib qo'ysanglar juda yaxshi bo'ladi. Mana pat yotibdi, ichida har xil narsalar yotibdi. Shu imindan mana shu kurkani ich ketishini yoki tovuqni ich ketishini oldin olib bilmaysizlar. Shuning uchun ich ketadi. Ich ketgandan keyin ko'pincha tuxum ham tug'ishni to'xtatib qo'yadi. Mening masalan 2 kurkam ham tug'ib turganda tug'may qoldi. Endi shu ich ketishi yaxshilansa tug'ishni davom etadi. Shuning uchun maksimal videoni tarqatinglar. Hozir idishni qanday yuvaman hammasini sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Mana ko'rib tursizlar, buni suvini tashlaymiz. Suvni tashlaymiz nima deganda, suvni tashlamasak bo'lmaydi. Mana ichganing suvlar mana har xil yana shunaqa mikrob yoki boshqa narsalar bilan to'lib yotibdi. Mana ko'rib tursizlar, tashqarilari. Mana shu imindan katta minus, ya'ni parranda boqadiganlarning katta minus mana shundan keladi. Va jo'ja boqadiganlarga tavsiyam, jo'jani bilasizlar 2 kundan 3 kundan darrov ich ketadi. Jo'jaga dori beringlar. Spesial o'zining dorisini bermayincha uni ichini qotirib bilmaysizlar, ya'ni ich ketishini olib bilmaysizlar. Shuni esdan chiqarmanglar. Suv bilan yuvib tashlaymiz buni. Videoni maksimalli tarqatib qo'yamiz. Mana ichkarisini yaxshilab yuvish kerak. Buni nima degan, mana unga qaranglar. Mana oppoq suv qanday bo'lib qoldi. Mana videoda qanday mana yilmashib yotibdi ichi. Mana shu ich ketishini olib keladi. Shuning uchun iloji bo'lsa yuvib beringlar kurkalarni. Bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Yuvmayinchadan suv bermanglar, idishini 6 soatdan yuvinglar. Mana suv ana shunaqa qilib yuviladi-da bu sekin-sekin. Bu video 10-aprel kuni kechqurun, ya'ni soat shu 6 larga qo'yiladi. Shunda hamma ko'rib oladi. Hozir obedda olinayotgan video bu.
Tashqarisini ham yuvish kerak, mana ichkarisini mana uyga qarang mana. Mana buni tozalash kerak buni. Qo'ldan kelgancha arinmay deydi-ku, ya'ni erinmay qilinglar. Nima deganda sizlarning mana shu eringanlaringiz minusga olib keladi. Shuning uchun iloji boricha tozalanglar maksimalli. Iloji bo'lsa 4 soatdan tozalab turinglar. 4 soatdan tozalasanglar juda yaxshi. Shu bahor oyi ko'mirdorini berib turinglar. Ichi ketmasa ham suvga ko'mirdorini o'ratib solib qo'yinglar. Foydasi yaxshi gap qisqasi. Nima deganda foydasi yaxshi bo'ladi. Mana shuni qilib ichini yuvib olamiz mana. Boya qanday edi, hozir qanday bo'ldi. Mana yaltirab turibdi. Unda tashqarisini yuvib olamiz. Tashqarisini ham yaxshilab yuvish kerak idishini. Shu tashqarisini ham yuvsanglar yaxshi bo'ladi. Shu vaqti zo'r bo'ladi qisqasi. Chetlarni, yonboshlarini, ya'ni yaxshilab yuvib olamiz. Yaxshilab yuvib olamiz mana. Issiq juda bo'lyapti, issiq juda yuqori. Mana. Endi bo'ldi. To'ldirib qo'yamiz. Hozir olib borib beramiz. Shu bilan bo'ldi. Mana kurkamiz yuribdi mana bu yoqda mana. Bu mana kurkamiz yuribdi. Mana suv tip-tiniq bo'ldi. Iltimos kurkangizni sog'lom yoki shu sog'lom qarayman, baquvvat qilaman kurkani desanglar, mana shunaqa idishlarni yuvinglar, qattiq don berib yuringlar, yaxshi sifatli yem beringlar. Shunda kurkalar yaxshi semiradi va yaxshi oziqlanadi. Nafaqat kurka, tovuq bo'ladimi, jo'ja bo'ladimi, boqmoqchimisiz, hobbigami, qanday biznesgami yaxshilab qarasanglar, o'zlaringiz uchun foydali. Videoga like bosib qo'yinglar, Telegramga ham obuna bo'ling, YouTube'ga yangi bo'lganlar obuna bo'lib qo'yinglar.